fitr sadiqasini ayollarning burunqi eridan bo'lgan balalarga berish haqida. Savol. Assalomu alaykum. O'zi va o'z balalarga vojib bo'lgan sadiqa fitr pulini ikkinchi ayollarning burunqi eridan bo'lgan, ammo ayollarning yanida birga yashaydigan, quramiga yetmagan balalarga bersa yoki o'qish, davolanish ishlariga ishlatsa to'g'ri bo'lamdi yoki cho'qim boshqa odamga berish kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Har bir musulmon o'zi va boqadigan oilasi uchun har bir kishiga bir kishilikdan sadaqa fitr berishi vojibdir. Har kishiga ayollarning burunqi eridan bo'lgan bolalarning chiqimini qilib berish, ularni beqish vojib emas. Ulardan xabar olsa, ularning xarajatini qilib bersa, bu ularga ihson qilish jumlasidan bo'ladi. Imom Navaviy xarajatini qilish vojib bo'lmagan ahvolda sadaqa fitrni berish vojib bo'lmaydi deydi. Er kishiga ayollarning burunqi eridan bo'lgan bolalarning chiqimini qilib berish, ularni beqish vojib bo'lmag'achqa, ular uchun sadaqa fitr berib qo'yishimi bu erga vojib bo'lmaydi. Shundaqla agar ular bu turlik zakat sadaqa pullariga ehtiyojli bo'lsa, ularga iqtisodning yillik zakatini, shundaqla sadaqa fitrni bersa bo'ladi. Berish joiz bo'lgan ekan boshqalarga bergandan ayollarning bolalarga bersa texmi yaxshi. U bolalarning quramiga yetgan yoki yetmaganining farqi yo'q. Ularning shu zakat yoki sadiqaga muhtojligi asos qilinadi. Ular u zakat yoki sadiqani olib mayli o'qish ishi yoki davolanish ishidek turli ehtiyojlarni qamdash uchun ishlatsa bo'ladi. Agar bu bolalar yosh quramiga yetmagan bo'lsa, bu er yoki bolalarning onasi ular uchun yuqorqidek ishlarga sarf qilib qo'ysa bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah.